Toshkent viloyatining O'rta-Chirchiq tumanida xotin-qizlar tadbirkorligini rivojlantirish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga qaratilgan yig'ilish bo'lib o'tdi. Tafsilotlar navbatdagi lavhadan o'rin olgan. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori o'rinbosari, Kasaba uyushmalari Federatsiyasi Toshkent viloyati kengashi raisi, Toshkent viloyati hokimi o'rinbosari hamda tegishli korxona va tashkilotlar rahbarlari, mahalla fuqarolar yig'ini raislari, mahalla yettiligi ishtirok etishdi. Bugun 27 kishidan iborat ishchi komissiyasi tashkil etildi va ishchi guruh tarkibida bugungi kunda barcha mana shu ayollarimizni qarorda belgilangan aniq maqsad va vazifalar belgilangan bo'lib, bugun Toshkent viloyatida 194.662 nafar ayollarni bandligini ta'minlash rejasi qo'yilgan. Albatta bunda 5165 nafar ayollarimizni Toshkent viloyatida yangi ishga tushiriladigan investitsiya loyihalari asosida ishga joylashtirish rejasi qo'yilgan bo'lib, bugungi kunda biz 2162 nafarni mana shunday ishga tushiriladigan loyihalar asosida kasbga o'qitish ishlarini ham amalga oshirdik. Toshkent viloyati qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan viloyat hisoblanadi va bu borada 133.145 nafar ayollarimizni mana shu qishloq xo'jaligi sohasida turli yo'nalishda mana shu ishga jalb etish masalalari ham ustuvor vazifa qilib belgilandi. Tadbirning asosiy maqsadi davlatimiz rahbarining 2025-yil 14-martdagi oila va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash bo'yicha olib borilayotgan ishlarni muhokama qilishdan iborat bo'ldi. Yig'ilishda 2025-yil 1-maydan boshlab amalga oshirilishi ko'zda tutilgan Hamroh dasturi doirasidagi yangi tashabbuslar haqida batafsil ma'lumot berildi. Bu yig'ilishda ayollar daftarining 6-bosqichi ya'ni Toshkent viloyatida 86 mingdan ortiq ayollarga ko'rsatiladigan yordamlarni toifalari kesimida ham gaplashib, aniq vazifalar belgilab olindi. Bugungi kunda Toshkent viloyatida ayollar daftariga kiritilgan 1 va 2 bosqichga kiritilgan ayollarimizga muayyan darajada tegishli yordamlar ko'rsatilib, 3 mingdan ortiq ayollarga hozirgi kunda tegishli yordamlar ko'rsatilib va shundan tashqari ularni tadbirkorlikka o'qitish masalalariga ham alohida e'tibor berib kelinmoqda. Shuningdek, O'zbekiston Kasaba uyushmalari Federatsiyasi tomonidan 22 tuman shaharga biriktirilgan vakillar bilan birgalikda o'sha ayollarga ko'rsatilayotgan yordamlarning haqqoniyligi va ularga ko'rsatilayotgan amaliy yordamlarni birgalikda amalga oshirish vazifalari ham belgilab berildi. Yig'ilish davomida biznesga ilk qadam yo'nalishida hali tadbirkorlik ko'nikmasiga ega bo'lmagan, biroq tashabbuskor bo'lgan xotin-qizlarni aniqlash va ularga tadbirkorlik asoslarini o'rgatish zarurligi ta'kidlandi. Tadbir yakunida ushbu tashabbus va chora-tadbirlar mamlakatimizda ayollarni iqtisodiy faol qatlamga aylantirish, ularning salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish hamda oilaviy farovonlikni mustahkamlash yo'lida muhim qadam bo'lishi ta'kidlandi.